Bo'lib fikrlash qanaqa? Misol, buni kichkina odatlarda, harakatlarda ko'rinadi, boy bo'lish. Har bitta ish qilayotganingizda o'zingizga savol bering. Bu qilayotgan harakat nima? Boy odamlar qilgan bo'larmidi, qilmagan bo'larmidi? Mana masalan, oddiy misol, mehmonxonaga bordingiz, bitta joyga mehmonxonaga bordingizda, u yerda mehmonxonada zubnoy pasta, keyin har xil narsalarda ishlatish uchun beriladi-da. Sochiqlar beriladi. Ayrim bolalarni ko'ramiz, o'sha mehmonxonadan check-out qilib chiqib ketgan paytda o'sha zubnoy pastami, nimadir bo'ladigan bo'lsa, buni menga ishlatish uchun bergan-ku bu narsani deb, narsalarni olib o'zi bilan olib chiqib ketadi. Boy odamlar unaqa qilmaydi. Boy odamlar biladi, ularda o'zining qadriyati bor, o'zlarini ilohiy qonunlarga amal qiladi ular. Ya'ni boy odamlar u narsalarni olib ketmasdan, menda o'zi to'laqonlik bor-ku, menda yetarli hamma narsa, hayotimda yetarli. Boshqa joyga borsam, boshqa joyda ham bu narsani bemalol topa olaman degan to'kin sochinlik ongi bor bu yerda. Tushunyapsizmi? Mehmonxonadagi narsa u ichkarida ishlatish uchun berilgan. Bu narsa tashqarida olib ketish uchun berilmagan. U mana shunaqa mentalitet, mana shunaqa kichkinagina arzimas joylarda qabul qilayotgan qarorlaringiz sizni boy mentalitetmi, boylarning mentalitetimi yoki kambag'allarning mentalitetimi? Mana shulardan bilinib qolsa bo'ladi. Har bitta qilayotgan ishingiz, har bitta o'ylayotgan fikringiz, har bitta qabul qilayotgan qarorlaringiz hammasi analiz qilsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizga savol bering. Meni o'rnimda boy odam bo'lganda qanday qaror qabul qilgan bo'lardi deb oddiy o'zingizga savol bering. Siz agar boy odamlarga o'xshab fikrlamoqchi bo'lsangiz, boy odamlar erishgan natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, ularga o'xshab fikrlashni o'rganishingiz kerak. Ularga o'xshab fikrlashni qanday qilib shakllantiraman? Menda unaqa fikr yo'q-ku desa, bu tabiiy hol. Aynan shuning uchun ko'proq mutolaa bilan shug'ullanish kerak. Boy odamlar, muvaffaqiyatli odamlarni tabiatini, xarakterini, qaror qabul qiluvchi faktorlar, nima deydi, ko'nikmalar, mana shularni kitoblardan orqali o'rgansangiz bo'ladi. Aql vitamin